Xromosoma bu hujayra yadrosida joylashgan irsiy ma'lumotni saqlovchi tuzilma. Unda DNK va DNK bilan bog'langan oqsillar mavjud. Inson hujayrasida odatda 46 ta xromosoma bo'ladi. 23 tasi onadan, 23 tasi otadan meros bo'ladi. Endi xromosomaning asosiy qismlari bilan tanishib chiqamiz. Birinchisi dezoksiribonuklein kislota, ya'ni DNK. Xromosomaning eng muhim qismi bu DNK. U spiralsimon ikki zanjirdan iborat bo'lib, hujayra faoliyatini boshqaradigan barcha genetik kodni o'zida saqlaydi. Ikkinchisi genlar. DNKning ma'lum bo'laklari gen deb ataladi. Genlar organizmning ko'rinishi, o'sishi va ishlash jarayonlarini belgilaydi. Uchinchisi xromatinlar. DNK va oqsillardan iborat aralashma xromatin deb atalib, hujayra bo'linishidan oldin xromatin zichlashib, ko'zga ko'rinadigan xromosomalarni hosil qiladi. To'rtinchisi sentromera hisoblanadi. Sentromera har bir xromosomada 12 ta qo'lga bo'ladigan sentromera mavjud. Bu joy bo'linish jarayonida xromosomalarni to'g'ri ajratish uchun muhim. Keyingisi talomerlar bo'lib, xromosomaning uchida joylashgan talomerlar DNKni himoya qiladi va qarish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Xromosoma yordamida irsiy ma'lumot avloddan avlodga uzatiladi. Hujayralar o'sadi, yangilanadi, tana to'g'ri rivojlanadi, organizmdagi barcha jarayonlarni boshqaradi.